Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va bilimga chanqoq o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda meva tarkibidagi DNKni aniqlaymiz. Men bu uchun bananni oldim. Ya'ni banan tarkibidan DNKni ajratib olamiz. Eshitilishi juda ham qiziq, to'g'rimi? Bizga ishning maqsadi boya aytganimizdek meva tarkibida DNKni aniqlash, ya'ni banan tarkibidagi DNKni aniqlaymiz. Kerakli bo'ladigan narsalar bizga etil spirti yoki izopropil spirti kerak bo'ladi. Undan keyin bizga eng kerakli narsa banan. Ko'rishingiz mumkin, bu banan rangi juda ham o'zgargan, ya'ni ozroq vaqt turib qolgan. Iloji bo'lsa, shunaqa banan olishimiz kerak. Va bizga filtr qog'ozchalari, osh tuzi va o'zimiz biladigan idish yuvishda foydalanadigan gel va stakan. Yana bizga iliq suv kerak bo'ladi. E'tibor beramiz, iliq suv. Undan keyin kerak bo'ladigan narsa bizga shunaqangi paketchalar. Laboratoriya ishimizni boshlaymiz. Dastlab biz bananni qobig'idan ajratib olamiz. Shunaqa paketchamizga solib, uni yaxshilab maydalaymiz. Biz bu bananni yaxshilab ezishimiz kerak, chunki undagi hujayralarning tashqi qobig'i ham ezilishi shart, ya'ni ochilishi kerak. Mana tarkibidan DNKni ajratib olishimiz mumkin bo'lgan mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qo'yib turamiz. Biz 20 ml iliq suvimizga 2 osh qoshiq osh tuzini solamiz. Va buni yaxshilab aralashtiramiz. Tuzi eriguncha. Qiziqayotgandirsiz, bu o'zi nima uchun kerak deb. Osh tuzining eritmasi shu bananimizning hujayralarini, membranasini yemiradi, ya'ni ochib beradi. Chunki biz bilamiz, DNK yadroning ichida joylashgan, yadro bo'lsa hujayraning ichida joylashgan. Endi hujayraning ichiga kirish uchun biz uning tashqi membranasini eritishimiz shart. Osh tuzining suvli eritmasini qo'shamiz. Va buni yana yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa massa hosil bo'ladi. Endi bunga yarim choy qoshiq miqdorida idish yuvadigan gelimizdan solamiz. Iloji bo'lsa, agar bu tajribani qaytalab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hurmatli ustozlar, rangsiz turdagi gel olishingizni maslahat beraman. Meni qoshig'im juda ham kichkina bo'lgani sababli yana bitta qoshiq solamiz. Endi buni ham 5 daqiqa mobaynida yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, aralashmamiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan massamizni filtr qog'ozimiz yordamida suzib olamiz. Ko'rib turganingizdek, boyagi massamizni suyuq bo'limini suzib oldik. Endi bizga boya aytganimizdek spirt kerak bo'ladi. Biz xohlasak dorixonalardan topiladigan etil spirtini ham foydalansak bo'ladi, ammo izopropil spirti bu tajriba uchun eng qulayi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, buning quygan spirtimiz va bananning DNKlari asta ajralib chiqayapti. Mana ko'rib guvohi bo'lganingizdek, mevalarning tarkibidan DNKni shu usulda ajratishimiz mumkin. Biz yana bu tajribani boshqa mevalar bilan ham, qulupnay va kivi mevalari bilan ham o'tkazishimiz mumkin. Ularda ham xuddi shu kabi DNKni ajrata olamiz. Umuman aytadigan bo'lsak, bu laboratoriya ishini biz uy sharoitida ham amalga oshirishimiz mumkin. Chunki bizda dorixonalarimizdan albatta spirt topiladi. Ammo buni ya'ni muzlatgichda saqlashimiz shart 30-40 daqiqa. Idish tovoq yuvish uchun gel albatta topiladi. Yana osh tuzi. Umuman aytganda, siz bilan yana qanaqa laboratoriya ishlarini qilib ko'rishimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.